Auditoriyani bilaman, tikuvchilar masalan kuzatib borishadi. Nechta tug'ilgan kundan qolib ketgansiz? Nechta to'yga bormagansiz zakazingizni deb? Bolangizni nechta bayramini o'tkazib yuborgansiz? Ya'ni vaqt taqsimotini bilmagandan keyin tikuvchilar mana shunday eng важный narsalarni klientni zakazini topshiraman deb o'tkazib yuborishadi. Va bu ortga qaytmaydi. Bu ketdi. Va bu narsaga chegara qo'yish kerak. Qachongacha mana shunday holatda davom etadi? 24/7 ga ishlash. O'ylaysiz ko'proq pul topsam? Yo'q, buni pul hal qilmaydi. Buni fikrlashingizni o'zgartiradi. Bu vaqt masalasi. Tikuvchilarni time menejmenti umuman yo'q desam ham bo'ladi. Qaysi vaqtida zakazini 3 kun oldin topshirib qo'yadigan tikuvchi bormi oralaringizda? Mana shu tikuvchida time management zo'r ishlaydi. Lekin bunaqalar juda ham kam. Men oldin ham aytganman, tikuvchi desa hamma tikuvchimi, bo'ldi ko'ylak oldi, lekin men bu yerga zapasni ham borib ko'ylak zakazga bersang, men bu yoqda butikdan qanaqadir kiyim olib kelib qo'y, vaqti bitmaydi degan fikr bor odamlar. O'shaning uchun bu muammoga men kichkinagina bo'lsa ham sizlarga yechim berishga harakat qildim va bitta qo'llanma tayyorladim. Aynan tikuvchilarda vaqt masalasini